Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish. Mavzu rejasi. Birinchi reja axborot tushunchasi. Ikkinchi reja axborotlarning turlari. Uchinchi reja axborot-kommunikatsion texnologiyalari haqida tushuncha. Axborot deb inson sezgi organlari orqali qabul qilinadigan barcha ma'lumotlarga aytiladi. Axborot deganda atrof muhitdan sezgi a'zolarimiz orqali qabul qilib, anglab oladigan har qanday ma'lumotni tushunamiz. Axborotlar turli ko'rinishda bo'lib, ularni quyidagicha ifodalash mumkin. Matnli axborot, grafik axborot, tovushli axborot, videoli axborot, belgili axborot hamda raqamli axborotlar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari axborotni mustahkamlash, uni qayta ishlash va axborot almashish bilan ta'minlanadigan texnologiyalar to'plamidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari deganda axborot almashish jarayonlarini birgalikda amalga oshirish uchun mo'ljallangan texnologiyalar tushuniladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari deganda mikroprotsessor, kompyuter texnologiyalari asosida ishlaydigan dasturiy ta'minot, apparat texnika vositalari va qurilmalar, shuningdek, ma'lumotlarni uzatish, axborot almashish, yig'ish, ishlab chiqarish, to'plash, saqlash va saqlash bo'yicha operatsiyalarni amalga oshiradigan zamonaviy vositalar va tizimlar tushuniladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv natijalariga erishish uchun talaba va o'qituvchi o'rtasidagi eng maqbul o'zaro munosabatlarni tashkil etishga imkon beradi va bir vaqtning o'zida ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Masofaviy o'qitish sharoitida o'quv kursini axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga aylantirish uchun o'qituvchi fan sohasi haqida tushunchaga ega bo'lishi, bilimlarni tizimlashtira olishi, o'qitish usullaridan to'g'ri foydalana olishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari to'g'risida yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Multimedia vositalari yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish jarayoni zamonaviy, ko'p tarmoqli, predmetga yo'naltirilgan multimediali o'quv vositalarini ishlab chiqishni va foydalanishni talab etadi. Ular tarkibiga keng ma'lumotlar bazasi, ta'lim yo'nalishi bo'yicha bilimlar bazasi, sun'iy intellekt tizimlari, ekspert o'rgatuvchi tizimlar, o'rganilayotgan jarayon va hodisalarning matematik modelini yaratish imkoniyati bo'lgan laboratoriya amaliyotlari kiradi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalari ikki qismga bo'linadi: mobil texnologiyalar hamda kompyuter texnologiyalari. Mobil texnologiyalar uyali aloqa uchun ishlatiladigan texnologiyalardir. So'nggi bir necha yil ichida mobil texnologiyalar jadal rivojlandi. Ushbu ming yillikning boshidan beri standart mobil qurilma oddiy ikki tomonlama peyjerdan mobil telefon, GPS navigatsiya qurilmasi o'rnatilgan veb-brauzer va tezkor xabar almashish mijozi va qo'lda o'yin konsoliga aylandi. Kompyuter texnologiyalari bu inglizcha Information Technology, IT bu kompyuter tizimlari, dasturiy ta'minot, dasturlash tillari, ma'lumotlar, ma'lumotlarni qayta dasturlash, ishlash va saqlashni o'z ichiga olgan tegishli sohalar to'plami. Hozirgi kunda kompyuter texnologiyalarini axborot texnologiyalari deb yuritiladi. Axborot texnologiyalari axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bir qismini tashkil etadi. Ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o'stirish va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug'iladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim beruvchilarni o'z ustida ko'proq ishlashi va raqobat tufayli ta'lim sifatini yanada orttirishga xizmat qiladi. Raqamli axborotga asoslangan asosiy texnologiyalardan biri bu narsa internetidir. Raqamli texnologiyalar 3 qismga bo'linadi: mobil texnologiyalar, smart texnologiyalar hamda bulutli texnologiyalar. Mobil texnologiyalar yordamida talabalar o'zlari uchun qulay vaqtda va joyda o'qishlari mumkin. Bu esa moslashuvchan o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, mobil texnologiyalar o'qituvchilarga interfaol darslar yaratish, onlayn konferensiyalar o'tkazish
va sinfdan tashqari talabalar bilan aloqani saqlab qolish imkonini beradi. Smart texnologiyalar o'zaro ta'sir va tajriba almashish negizida protseduralarga uzatiladigan, avvallari axborot va bilimlarga asoslangan texnologiyalardir. O'quvchilar uchun smart muhit har bir o'quvchi uchun individual ta'lim muhiti, amaliy yo'nalish, bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda mustaqillik, ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishga imkon beruvchi barcha omillar. Uzluksiz ta'limning smart fanlararo talabalarga yo'naltirilgan ta'lim tizimi, moslashtirilgan o'quv dasturi, portfolio, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari, ko'p miqdordagi odatiy funksiyalarni avtomatlashtirish, amaliyotchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish kabilar orqali ifodalanishi mumkin. Bulutli texnologiyalar, ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari, qaysilar kompyuter resurslari internet foydalanuvchisiga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladi. Bu yerda bulut so'zi barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmaning metaforasi sifatida ishlatiladi. Masalan, barcha ijtimoiy tarmoqlar, fayllarni joylashtirish xizmatlari, YouTube, elektron pochta mijozlari, bank xizmatlari va boshqalar bulutlar asosida ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.